Abdulloh Zulbijodayn islomga kirgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan. Qisqa vaqt Rasulullohning yonlarida yashab, go'zal hayotni kechirib, go'zal tarzda vafot qilgan sahobalar. Bu kishi Muzayna qabilasidan bo'lgan va islomini yashirib bir qancha vaqt yashagan o'sha qabilada. Va keyin boy, badavlat bo'lgan, o'zlarini ta'minlab turgan amakisiga islomni, ya'ni islomga kirganligini aytadi. Amakisi rad qiladi va qaytmasa mol dunyosini olib qo'yishligini aytadi. Shunda Abdulloh Zulbijodayn men islomdan qaytmayman, bu ishimni toki umrimning oxirigacha ketaman deb aytadi. Amaklari g'azab ustida hamma narsani olib qo'yib, hatto uni xor qilmoqchi bo'lib, ustidagi kiyimini ham tortib oladi. Yalang'och qolgan Abdullohni onalari uyidan bir parcha matoni ikkiga bo'lib, birini ustiga, birini pastiga qilib o'rab qo'yadi. Va shu holda Abdulloh Madinaga yo'l oladi. Namoz vaqtiga kelib, Madinada jamoatga qo'shiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozdan so'ng ortlariga qaraganda bir begona yigitni ko'radi. Sen kimsan deb so'raydilar. Shunda men Muzayna qabilasidan Abdullohman dedi. Sen Zulbijodaynsan deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni ikki mato egasi deb laqab aytadi. Ya'ni shunday mashaqqatli jarayonni ustida turganligini laqabini qo'yadi. Bor buduri ikkita mato bo'lgan kishi. Bu kishi Madinada bir qancha vaqt yashaganlardan so'ng Rasulullohga sidq dildan xizmat qiladi, islomga xizmat qiladi, Tabuk g'azotiga yo'l oladi. Ya'ni Hijriy 9-yilda, 631-yillarda Abdulloh Zulbijodayn Tabuk g'azotiga chiqadi. Boshqa sahobalar. Sog'lig'i yaxshi bo'lmaganligi uchun yo'lda u kishi kechasi vafot qiladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu ulug' sahobalardan. Bu kishi kechasi uyg'onib ketib, atrofni aylangani chiqqanlarida bir mashalaga, yorug'likka ko'z tushadi va o'sha joyga borganlarida qabr kavlayotgan 3 kishini ko'radi. Biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabr ichida edilar va tepada Abu Bakr va Umar roziyallohu anhular turadi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birodaringizni menga uzatinglar dedi. Abdulloh ibn Mas'ud bu vafot qilgan odam Abdulloh Zulbijodayn ekanligini bildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qabrga qo'yib turib, "Ey Allohim, men bundan roziman, sen ham rozi bo'lding" dedi. Shunda sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, "Qaniydi shu qabr egasi men bo'lsam" dedi. Rasulullohga eng ko'p xizmat qilgan sahobalardan biri bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud juda ham bu holatga havas qildi. Biz ham ana shunday hayot kechirishni barchamizga nasib etsin. تركوا إخائي